Obunachilar, hozir eksperimentlarimiz davom etadi. Hozir zapravkaga kelgan qaysi bir mashinadan bo'lsa ham hozir nima svetga pul so'rab ko'raman. Ketdim. Aka, assalomu alaykum. Uzr bezovta qildim aka. Aka, xijolatchilik to'g'risi, uyda svet o'rnida o'chib qolibdi, to'g'risi. O'shanga nima yordam qila olmaysizmi? Hozir ishlarim ham yaxshi yurgani yo'q-da, to'g'risi. O'shanga hozir aka, men mo'ykada ishlardim-da, hozir sovuq bo'lib ish ham qila olmayapman. Hozir o'zi sovuqda, keyin ish to'xtab qoldi. Uyda svet o'chib qoldi. O'shanga bir 200 ming so'm yordam zarur edi aka. Agar qo'lingizdan kelsa, imkoningiz bo'lsa, yordam qilib turing aka. Xudo xolasa mendan qaytmasa, Xudodan qaytsin aka. Bo'ldi. O'shanga iltimos ama. Yo'q, aldayotganim yo'q aka. Ha, yo'q, bo'ldi aka. Aldaganim yo'q. Aka, Alloh rozi bo'lsin aka. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Sizdaqa yaxshi odamlar ko'paysin aka. Xo'p bo'ladi, rahmat aka.